obunachilar. Bugun mana shu 3,5 kilovatli arzondirab berganmiz. Qo'qon buvaydasiga olib berganmiz. Qo'ylar uchun mayda qilib chiqaramiz deyaptilar. Keyin o'z sepkalar tomonni chiqarib ko'rsatib beramiz. Qo'raylik-chi. Boshida kam-kam qolib turadi. Aka, qamishdan olib keling, qamishdan chiqarib ko'ramiz. Qamishdan olib ko'r. Qamishdan chiqarib yuboramiz. Bo'ladi. Akamizning yerda qo'ylari ham bor ekan. Kichkina qo'ychalar endi, qo'chqor soriq alarash. Xo'p, mana shu qo'ychalarga chiqarib beraman deyaptilar akamiz. Bir 15 ta, 14 ta atrofida bor ekan. Qo'ychalarga ham baho berib ko'rasizlar. Kommentariyada yozib ketinglar, necha pulga arziydi? O'zi bugun olib keltiribdilar. Mana shu qo'ylarni Namangandan. Necha pulga arziydi mana shu qo'ylar? Kommentariyada yozib ketaverasizlar. Masalan 2 million 200 dan yo 2 million 600 atrofida ekan narxlari. Necha pulga arziydi qo'yiladi. Endi katta ko'rinyaptimi, kichkina ko'rinyaptimi? Yaxshi holatda ekan. Mana shu qo'ylarga mana shu dirab berganimizda chiqarib beraman deyaptilar akamiz. O'sha o'zidan ham bilgan to'rtburchak hampali variantimiz. Shu 3,5 kilovatli dirab berganmiz. Yozib berganmiz 3,5 kilovatli titan motorda. Mana shunaqa mayda holatda chiqarib beryapti. Xudo xolasa atxotni shutlar bo'lmaydi bundan keyin. Aka endi obunachilarga bir narsa deb qo'yin endi. Ma'qul keltirib aka, mana yaxshi, sizlarga olishni tavsiya qilaman. Voy gap yo'q aka. Hurmatli obunachilar, videoga like bosib, kommentariyada fikrlarni qoldirib qo'yasizlar. Kanalimizga obunachisidan chiqmasin. Sog' bo'linglar.